Bu videomiz daraxt tanasiga sepilayotgan dorilardan pulini tejamoqchi bo'lgan odamlarga. Bitta narsani e'tiborga olaylik. Sizning daromadingiz cho'ntagingizdagi tejab qolayotgan pulingizda yoki bog'ingizda qolayotgan daraxtingizda emas, bog'ingizdan olayotgan mevangizda sizning daromadingiz bor. Shuni hisobga oling. Daraxt tanasiga dorini zaruriy holatlardagi masalalarda pulni tejamasdan kerakli dorini arzon narxda topib, sifatli dorini seping. Chunki mana bitta dehqonga 1 millionga dori beryapman, tarafdan mana shunday muammolarim bordi. Shu muammolarni mana dorilar yechadi desam, aytadiki, 1 millionga ham dori olaman, bir tonna suvga deyapti. Endi o'ylab qarang. O'sha kasallikni mana shu 1 millionlik dori preparat bilan ishlab yo'qotmasangiz, u sizga meva pishig'iga kelganda qancha sifatsiz meva yetishtirishingizga sabab bo'ladi. Necha tonna mevani narxidan ziyoniga sotasiz. Shuni hisobga oling. Bu videoni daraxt tanasiga dori sepaman deganda pulini qizg'anayotgan dehqonlarga jo'nating. Bu narsani tejab qolishning imkoni yo'q. Chunki siz hozir 1 million so'm pulni daraxt tanasini dorilashdan qizg'anib uni sepmaydigan bo'lsangiz, ertaga sizga millionlab yana davomiy ziyonlarni olib keladi. Sifatsiz meva kam yil yashaydigan daraxt tanasini beradi, sizga davomiy ziyon bo'ladi. Bu videoni shunaqa tanishlaringizga jo'natib, bizga obuna bo'lib qo'ying.